Bu necha pul bo'ldi bu? Mana bu. Bozor avjida akalar, bo'g'oz, sir, sigir bo'lsa sigirlar narxlarni yoritamiz. Bugun 17-dekabr 2025-yil hafta kuniga chorshanba. Obunachilar, xudo xolasa Farg'ona viloyati Yazaman tumanidan sizlarga sigirlarni xunochilar narxini aralashtirib qo'yib beramiz akalar. Qo'ldan kelsa. Degan hozir xudo xolasa mehnatimiz qadrlar, like bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Qasinga savdo bo'lyapti akalar, ko'rmanglar. Savdo bo'lyapti. Bozor narxlari. Bo'ldi aka, o'tamiz hozir. Qasinga savdo bo'lyapti aka? O'g'ligan necha pul bo'lyapti? 17 millionga bermayapti. 3 oylik bo'g'oz, 7 ta suti bor. 17 millionga berilmayapti. 7 ta 8 ta suti bor. Mashinga savdo bo'lyapti ekan obunachilar. Like bosishdi, obunachilar, obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha like, obuna bo'lishni unutmanglar. Sigirlarni narxini o'tamiz akalar. Xohlasa sigirlar narxlarini yoritib beramiz. Keyin joylashib olib bemalol ko'rib olasizlar. Xudo xolasa ena bola sigirlarni, svoy sigirlar, bo'g'ozlar chiqaramiz akalar. Sotildimi aka bular? Oldinglarmi aka? Necha pulga? 26 millionga sotildi akalar. 26. 26 ga. Bo'g'ozmi aka bu? Necha oylik bu? 7 oylik bo'g'oz aka. Necha pul narx aytyapsiz? 23 million. 23 million. Birinchi tug'ishgan aka. Birinchi tug'ishgan aka. Qaydi mol aka bu? Qaydiki? Ha. Yelinlik akalar. Nomer qoldiraveramiz aka? Nomer sotib ketamiz. Aytavering. Yaxshi. 90lik. 580 0383 ga aloqa chiqinglar akalar. O'sha akamizda bor ekan. Oq yelin aka. 7 oylik bo'g'oz ekan. Oq yelin aka. Yuvoshmi aka? Yuvosh ekan akalar. 7 oylik bo'g'oz 23 million. Narxga tushgan. 23 million narx qilishyapti. O'zi necha pul deyapsizlar? 23 million deyapsiz. Ha, 23 million deyapti, kam bor. Beraveramiz, o'tib beramiz. Aynan. O'rnash aloqaga chiqinglar, 23 million narx aytishyapti-kan, savdosi bemalol kamini beraverar ekan. Xayri kamini beraverar ekan. Birinchi tug'ma ekan. Bozoringiz bersin aka. Sigirlar ko'rsatamiz. Aka qancha bo'ldi sigir narx? 35 million narx qilishdimi? Yo'q deyapsizlar. 38 deyapsizlar. Ha, 35 million, 28 million so'rashdi akalar. Nechinchi bo'lasizmi? Yigirma 28 million savdo bo'libdi akalar mana shu sigirimizga. Oq yo'lindan ekan. Nechta suti bor aka? 7-8 ta bor. 7-8 ta bor ekan. Bozoringiz bersin aka. Savdo bo'lyapti mashinga akalar, xudo xolasa. Necha pul savdo bo'lyapti? 46 yarim. 46 yarim savdo bo'lyapti. Mana. Yaxshi. Nechta suti bor ekan aka? 15 ta suti bor ekan aka. 46 million savdo qilishyapti ekan. Bolasi buqami aka? Ha, bolasi buq ekan, mana bolasi. Yaxshi, bozor. Akalar savdo qilib bermadi. Sigir qanchaga chiqdi aka bu sigirimiz?
Narxi necha pul bo'ldi? 35 bo'ldimi narxi? 35 million. Bolasi novos. Bolasi novos ekan kelar. 35 million. Narxi nechta suti bor aka buni? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor ekan. Ko'rsatib boraveramiz, qo'ldan kelsa kelar. Necha pul savdo bo'ldi aka bunga? 1 million so'm qilishyapti. 31 million savdo qilishyapti. Birinchi qorin. Birinchi qorinmi? Ha, birinchi qorin. Nechta suti bor aka? 8 ta suti bor. Ertalab 8 ta suti bor. novos bor. Bolasi novos ekan kelib. Bolasi necha kunlik bo'lib qoldi? 15 kunlik bo'ldi. 15 kunlik ekan. Birinchi qoringa mana bolasi novos ekan. Aka nomer qoldiraveramizmi? Yaxshi narsa ekan. 91lik. 695 695 68 68 92 aloqa chiqinglar. O'sha ham bizda qo'ying to'g'ri Olam? Bo'ldi aka, olamiz. Yuvosh aka? Ha, yuvosh, o'ta yuvosh ekan. 31 ga Buni 500 so'rashyapti. Ha, o'zini bo'la. hozir ikkinchisi ham bor ekan. Bozor narxlari aka. Mana u aka, ikkinchisi. Mana shu bor ikkinchisi ham aka. Mana shu akadan hozirgi ikkinchisi sigillar ekan, bu ham bor ekan sotiladigan. Hozirgi nomerga aloqa chiqaverasizlar aka, qo'ldangiz. Bolasi nima aka buni? Novoschi, nechinchisi? Ikkinchisi bolasi, ikkinchi bolasi ekan. 7 ta suti bor. Kameraga qarab turibdi bu. 7 ta suti bor ekan, keling mana. Yuvosh aka. Mana akalar, bu hurkiyat mana kamerani ushlab turganim. Mana shunaqa kameradan o'qiyapti aka. Ha, obunachilar hozirgi nomerga aloqa chiqinglar akalar. Puli nechi pul? Puli 24,5 savdo bo'lyapti. Nechi pulga berib olasizlar? 25 bo'lsa 25 ga, 25 ga berib olaman. 25 ga berib olasizlar. Akalar mana cho'ntak bor, ro'zg'or bo'libki aka. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqinglar. Suti bor. Janob. 7 ta suti bor ekan. Bolasi novos ekan. Necha oylik bolasi? Bolasi 2 oylik bo'lsa. Bozoringiz bersin. Akalar obunachi hozirgi nomerga aloqa chiqaverasizlar bemalol. O'rab olibdi mayda. Bozor avjida shekilli. Oq oyog'imiz necha pul bo'ldi aka? 47 gacha savdo bo'ldimi? Mana akalar 47 million savdo bo'ldi. Necha pul narx aytyapsiz? 55 kam bor akalar. Nechinchi bolasi? Bo'g'ozami bu? 4-chi necha oylik? 4 oylik aniq. 47 million deysizmi? Mana shunaqa chiqdi. 47 million savdosi bo'ldi akalar. 10 litr sutga 4 oylik bo'g'oz. 3 bosh ekan pashli, xudo xolasa. Shvedlarimiz savdo bo'lyapti shekilli. Shvedlarimiz. Kelgan to'g'ri. Shef nomer qoldiraveramizmi? Hop, nomer olib o'zi. Necha pul? Nomer necha pul? 91lik. 673 55 aloqa chiqilib bolasi buqa chekkan ekan mana. Ko'rsataydi. Mana. Egasi kim ekan bu? Molla. Bo'lmaylar. Necha pul savdosi bo'ldi aka? 70 million aka. 70 million bo'lyapti. Ikkovi ham bo'g'oz. Ikkovi ham bo'g'oz. Ha, keling. Shvet. Bola, sigillar, buqalar deyman mana, sigillar ikkovi ham bo'g'oz ekan. 35 milliondan savdo bo'lyapti. Nomer qoldirsak bo'ladimi aka bunga?
aka. Rasmanda bo'ladi aka. Ha, tug'dirib solsam 200 ming. Ha, misol uchun bizni. Narsa so'da. O necha ming bo'lsa 5 ming bo'lsa. Moyga bir yarim. Talashyaptimi? O'techi. Shumol. Tekshirtirishdan hech bo'ladi. Ana. 35 ming. Bittaga, bittaga, juftiga mana bittaga bo'lyapti, bitta. Jufta bu ana qilyapti. Bittaga, Mana 35 million beraman. 35 million zo'r narx bo'ldi. Sigirimizga bu bolasimi aka? Nima? Bolasi ekan, birinchi bolasi ekan. Birinchi bolasi. Maşallah. Ana sizga Shumolga. Esir bo'lsa ham bo'ldi. Shayda pulsangiz bo'ldi. Tavakkal. Mena peshida. Bering. Bo'g'ozligi aniq lekin, bo'g'ozligi aniq. Qo'yilgan aka, bo'lsa bor aka. Ha Shumolga savdo bo'lyapti. Akalar agar siz Xohlasangiz mana shu yerda pulsangiz. Bo'ldi, hech kimga qimilmaydi. 35 million zo'r bo'ldi akalar. Bo'ldi, pulsani olasiz, hech bo'ladi demang. Mena Kuchlidan narigimi undan? Bu yoshda, bu o'sadi-da bu. Yoshi bor-ku. Ertaga emas, yoshi pul bo'lyapti ammo, lekin buning kelajagi bor-da. qaysi so'rab olyapsiz? Naringa 35 million beramiz Endi dedi. u sekin. To'ralar nimasi ham ishlaymi molda? To'ralardan chiqarib Yomonlar uydan sotib qo'ysak bo'laverar ekan. Uyda 76 millionga bermaganman aka. Shuni aytib mana so'rayapti 35 million. Tamam, aka bering endi. 70 millionni hozir beraman, 3 kunda beraman nega? Ayam qo'y bolam, qo'y ertaga istab yursam orqasidan bozorga 40 milliondan 80 millionga sotamiz ular. Bo'pti deyapman. Nasib endi mayli. O'shanada bu. Böyle var, pulum yetmese koşarsa uyunda oğlan çıksın. Qo'shib berar. Bo'ldi, men aytaman unga. Men beraman. Yana bir narsa. Rozi bo'ldingmi? Yo, roziman. Mindan ming rozimiz aka. Baraka deganiga qaytish yo'q. Kelip, yuraysa bir var gözünü oyama. Bo'ldi aya. Bilasan beri. Xola yomon ekan. Qiziq bo'lyapti bozor. Obunachilar xudo xolasa qiziq bo'lyapti. Obunachilar 75 millionga sotildi mana shunaqamiz zo'r ketdi. Maşallah. Bitta o'zi, akalar bitta o'zi. Unga aytaman, mendan olasan. Xotini qo'lini so'radi xolos. Aya. Mol olayotgan odamni olding ular demang, uni uyda gaplashadi. Qo'yim bu uyim naraka boradi. Mana akalar 35 millionga baraka bo'ldi. Bicha naqsa kerak endi. Bu bo'g'oz 5 oylik necha? 5 oylik aka. Bu ham 5 oylik aka. Bitta plus minusi bor aka. O jupini 70 ga bermadinglarmi hozir? 75 millionga sotganimda qaytib qoldi aka. 70 ga bermayapti turdik. O'rta bilan. Bozorga 60 million ham berishdi. Bitta sotdim, bitta mana qol. 35 millionga. Yosh narsa ekan bu. Maksimaliy sotaman buni ham aka. 35 millionmi bu ham? Endi kelishamiz aka. Chipcha narx. Hozirgisi o'rtashagan keyin qo'yib qo'ydi. Lekin hozir ishlaring. Mana u bilan teppa-teng bo'lardi tashlamagan. Bola tashlaganda bu novasi bor deydi. Juda yuvosh ekan. Asl bilan bir xil bo'lardi. Onasi 35 millionga sotildi onasi, unashi. Mana bu molingiz bo'lgan. O'ynya aka. Ne tortinchi, mana maga tortin. Yetalab ko'ring. Ashdan bola tashlab qo'ygan bitta. Bo'g'ozmi? Tekshirtirishga beraverasizmi? Nimaga bo'g'oz deyapsiz o'masi? Teringlar tekshirtirishga, mana
Aka mol bola tashlab qo'ygan. beringlar, kelishaylik. Aytib sotdingda bola tashlagan. Siz endi so'rayapsiz, bundan oldingi bolasi tashlab qo'ygan. Yo'q, bo'g'oz bo'lsa qo'qmaydi, tekshirtirib beraman. Deyim bo'lmasa bozorda shuni adingda. Tekshirtirib beraman deb, tekshirtirmayman demenda. Qo'l soldiramiz aka, apparati bo'lsa tekshirib olaveramiz. Ha, o'sha apparatda tekshiradi. Kelib bola tashlaganda kelishaveramiz. Kelishamiz, har ichida bo'lsa bo'ldi deyapti. Ichida bo'lsa bo'ldi dedi. Buncha pulga olgan yo'q. Oladigan odam. Ichida bo'lsa bo'ldi. Bu tekshirtirmayman deb, bo'g'ozni garantiya bo'g'oz. Ya ichida bo'lsa bizniki-yu, misol. Kelishaveraylik bo'pti aka. Aytilmasa buni yopishda. Tekshirtirishga kelishamiz. Bo'g'oz Kelishaveraylik. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz, besh. Ushan qo'lini aka. Aka qonunda ikkinchisi. Bitta bola tashlab qo'ygan, bundan oldingisini bola tashlab qo'ygan. Bunday deyiladi. Bolasi bo'lsa, opa bularga-da endi bolasi bo'lmasa sizlarda qoladi-da. Hozir bo'g'ozligiga savdo bo'lyapti. olgan odamning bo'ynida nima bo'lishi Akalar bo'g'ozligini bilish kerak deyapti, to'g'ri. puli nima bo'ldi? Ular hali bergan yo'q, tekshirtirib olamiz. Berilmagan pulga bo'lyapti. Ha, berilmagan, savdo bo'lmagandan keyin mojaro bo'ladi. Tekshirtirib beraman desa savdo qilamiz ishni. Ha, tekshirtirib beraman deyish kerak. Tekshirtirib beraman, savdo qilamiz dedi. Aka tekshirtirib beraman dedi. Savdo Shivetimizga savdo bo'ldi. tekshirtirib olaverasiz aka. Ana o'shlarni hujjatini 42 million beringlar, kami bor aka, so'raverasiz. o'zi ekan bola. Bolasi bor ekanmi? Yo'q, to'zi aka. Qisa bola bo'ladi. Qisa bolasi bo'ladi. Bo'g'oz yeyilyapti. Agar bo'g'oz bo'lsa, akalarning yutug'i. Aka, ikki qo'l soldirganman, dedi, qo'shniga qo'ygan. Bola tashlab qo'ygan. Bo'lmasa buncha novosi bu. Mashinalar bir xil bo'ladi. Mashina bolasi bu. Mashinaga kelib bola tashlagan, mana ikkovi teng qochirilgan. Ashuncha malaka deyapti. Jo'ning bemalol, to'g'ri? Ko'rolov. Derisi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Bozor avjida bo'lyapti obunachilar. Bo'g'olasi. Sheriga sotildi 35 millionga. 30 million. Bittamiz ekanmiz. Sherigini olaylik-da. Akalar sotilgan varianti. Onasi. Mana hozir sotilgan sigirimiz 35 millionga olishdi mashina. Ga sotilgan sigirimiz. Savdo bo'lyapti. Mol qaydida 44 Bozor qiziganda 25-27 dan chiqmadi, 30 million bitta so'radi. Bering. 30 million so'rashyapti mana shu bolasiga, ana sigirni bolasiga. Qo'l soladi apparati bilan. Apparati bilan bo'g'oz desa bo'ldi. Bo'g'oz bo'lsa maniki. Bunga o'tadi. Qisir o'ta qaytib oladi. Qisqasi. To'g'rimi? Rozimisiz? Hamma tomoshabin oluvchi bitta bering. Oz o'lyapti pul oz o'lyapti to'g'ri. Yo'q, qisir bo'lsa Qisir qaytib bo'lsa oladi. sizniki mol, qisir bo'lsa Balandroqqa sotaman. Ozob bo'ladi. qancha bala? Beraveringlar bozordan. Savdo qizyapti akalar. Bunchadan bor. Avjida. Aka u aytsaman savdo qilgan. Berardi. Maksimaliga 30 million savdo qilgan mashina. Ozob bo'ladi aka. Mo'ljal baland aka. Mo'ljal baland. Men juft sotayim desam, yakkaga sotdi. Bitta mo'ljalimiz baland aka, ochiq. Hech kim mo'ljaliga yetmagan. Yetmagan to'g'ri, lekin mo'ljalim bor aka. Aka,
30 milyon pul beryapti akalar. Bo'lmas ekan bu. Buni bakkuncha endi aka ancha bizdan ham o'tgan endi aka. Bermadi, 30 millionga berishmadi. Qani aka, asha aka kelsin. 30 ga berilmadi asha. Barakasini olamiz, turib agar savdo bo'lib qolsa. Bunisi qaysi kana? Bozor narxlari. Bozor narxlari. Bozor narxlari ekan. Narigi nima edi? Soatda yetmagan pul beradi. Qancha bo'ldi akasi? O'ttizga yaxshi. 65. Aka u pulni sanab kelyapti, Nargis. Onasini, bolasini. Bolani onasini. Bir oylik sizga pursani. Ana. Bo'g'ozga bermasdan harakat. Zo'r gap bo'ldimi? Necha puli? 30 million, 30 million. Qo'shing, manaqa deb gapir. Yaxshi oladi. Bo'ldi. Shuniki. Qisirga 27. Bu bo'g'ozni 30 million so'rayapti. Zo'r bo'lyapti. Savdo yaxshi. 35 million. 35 million. O onasini 35 millionga sotdim uni. Qancha bilan bitadi? Nariga onasi ekan. Ona bola ikkovi Nargis. Bozor narxlari. Nosir aka o'shatini salaf olib keling. 30 million 500 ga chiqdimi? Akalar ustiga yurib qo'ydi. Ertaman 30 million bo'lgan ekan savdosi, akalar 500 ming yurib qo'ydi. 30 million 500 mingga ustiga yurib qo'ydi akalar. Agar bo'g'oz bo'lsa deyapti, aka menda qoladi. Qisir bo'lsa qaytib olasiz deyapti egasiga. Bir oylik bo'lsa ham olamiz deyapti. Qiziqqanga yaxshi savdo bo'ldimi? Aka. Boqqan olasizmi aka? Boqqani, dehqonchilik aka. Qiziqqanda yaxshi savdo bo'lyapti uni. Yerdan qo'shdingmi aka? Yerdan qo'shdik, ana 30 million qoldi turjani. Yerdan qo'sh so'rayapti. 500 ming qo'shib qo'yishdi. Bering oppa. Bering. Qiziqqanda bozing boqqan ekan. Endi qoldi. O'shanga bo'lsa 30 million 500 ming. Bering. Shuni ko'rsatib oladi. Bo'g'ozsa Sizda bo'lsa bo'ldi mana. qisir bo'lsa sizniki bu. Bering. Bor aka. Bering aka. Yo'q aka. Aka 500 ming qo'shdi bor aka. Yerdan qo'shadi. Aka sigir ham beryapti, unga bering, mol yaxshi ekan. Lekin mana shu molga, mana shu surishiga men olma 27 milliondan bir zum ochig'iga olmayman. Sababi mol bo'g'oz basligi aniq. Aniq mol bo'g'oz. Mana shu molni men qisiriga olaman, 27 millionga olaman. Lekin bo'g'oz bas shu mol. Bo'g'oz bo'lganda siz bu vaqtda sotib bo'ladi. Bo'g'ozga bo'lsa mana aka bir oy tutsa ham bo'ldi, bor aka. Berasizmi? Bozorda aldamaslik kerak. Umid bilan oladi, 30 million pul sanab. Aka kimni aldayapti? Yo'q, hozir nima qo'yapsiz o'zingizda tekshirtirib bergan aka. Tekshirib olsin. Bo'ldi, ana ovoring tekshirib 32 millionga sotasizmi bo'g'ozni? Yo'q, aka. Ana bo'ldi yo'q deyapsiz. Nasib men aka, otam tengisiz. Mana shu yerda hammani oldida meni hijolat qilyapsiz. Yo'q, noto'g'ri gap gapiryapsiz-da. Noto'g'ri gap emas.
olasan deganim yo'q. Bu yoqqa olasan deganim yo'q. Bering bo'pti, Bitta ko'rsin boshqasini ko'rib boshqasini olsin. Shuning. Majbur deganim yo'q. Tog'a, men vatan tengi ekansiz, shuning. Endi meni ularni Yo'q, bo'g'oz molni, bo'g'oz deydi. Bo'g'oz molni bo'g'oz deydi. Endi beraman deya. bir-birlar tushunmay qolyapsizlar. Bo'lmadi deya. O'zi qo'yib tekshirib berishga soddinglar bo'lmasa. Molni qo'ydik, talab bo'lmadi hali deya. ketayotganiga haqini gapiryapmiz. Molni narxi baland bo'lib ketyapti bo'g'oz deganingizga, aka. Boqqani o'lyapti. Bo'g'oz chiqmasa, aka, bu bir tiyin olgan odam peşadan qashi yuraveradi. 9 oy kutib aka. Shuning bozorda to'g'ri gapiringlar, faqat to'g'ri ish bo'lsin. Men shuni talab qilyapman, xolosman. Aka, mol bo'g'ozmi? Gapi bolam tekshirishga beraman 32 million berdi, oladi shu bola, dehqon shu bola oladi. Boqqan oladi shu bola. Va shuning shag'ini gapirdim, xolosman. Dehqon ekan aka, dehqonlik uchun so'rayapti-ku uni. Bu ayblaydigan narsa emas, ayb ba. O'g'irlab kelgansiz yo'q, pulga olgansiz. Ha, siz qaydasiz? Qaydasiz? Ha, bittasini sotdim, qarang. Ushab turgitdi. Mana akalar sotilgan. Sigirimiz 35 ga. Sheriga shuni. Savdo qilyapti aka. 25 mingdan qo'shalman. Ma'qul kelsa berishga. Undan qo'shalmayman. Ozginasini qo'shdim. Ozga bo'lsa olaman. Undan qo'shalmayman. Ma'qul kelsa bering. Bo'g'ozga deb. Yo'q, bo'lmaydi. Odob bo'ladi. Undan yo'lanchaga bo'ladi. 30 million 500 ga. Ichida bo'lsa bu. Bitta molga tura olmaydi. Mehnat qilib qo'ydi aka, chepchi mehnat qilib qo'ydi. To'g'ri gap gapirsiz. Ha. Sirtsa sizniki bering. Qo'shalaman. Bering. Jut bo'lish kerak-da buni. Yo'q, aytaman, o'yda 75 million qilavdi. Yo'q. Jupi, keyin qo'l soldirimiz dedi, ular ayni. Qo'l soldirib olamiz, yo'q dedinglar, biz unamas. Turishiga berish kerak-ekan, mashina bo'ldi. 69 million berdi turishi. Bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi, mana shu olovlardi. 69 beruvdi ham bemodi dediman. Birinchi savdo yaxshi. Ha, nasib. Nasib. Achinish kerak, yaxshilikka. Bitta yaxshi Avo. Bering, men 31 million beraman. Nada? 31 million beraman. Sen ham turgan joyimizda. Olmaydi dedilar. Mana yo'q ketib oldilar. Yo'q, olmadilar. Olmadilar. O'shancha savdo qilyapman. Yo'zi Olmag'ani dedilar. aka savdo qilib bilasizmi? Ham beravering. Gap pulda bo'lsa bering. Yo'q, gap pulda emas. Mehnat qilib qo'ydi ana aka. Omam oshig'iga olmadi. Bu yoqdan aka noto'g'ri chiqmayapti. Omad degani Ha, olaversin dedilar. 30 ga olmay beramiz shu 32. Bo'g'ozni oldim men. 3 million. 32 ko'tarilyapti akalar 32 ga chiqdi. Hozir savdo qo'shilib ketyapti. Endi nima deyish kerak? 1,5 million. Aka zo'r bo'ldi endi. 32 ga qo'shildi. 2 million. Bering aka, yaxshi bo'ldi, bering. Olmang.
Boş sağlarken pulni bering. Sokat. Nima bo'ldi? Ja sokat yani. U bo'pti bir gap. U aka savdo qildi, ketdi. 30,5 berishadi, 32 million beryapti. Vasim olganmi? Bo'g'ozga savdo bo'lyapti. Mana shu molga bo'ladi o'zi 28 million. 28 beradi mana shu. Resmi qilib aka jutsini. 65 million. Keyin 67 qildingiz, keyin oxirida. Yo'q, men o'zim naq 65. Men buni 30 million tushganman. To'g'risini Narsani sherik emas, iynasi. Bo'g'oz. Savdo yaxshi ketyapti aka. Qizyapti savdo. Mol talash bo'lyapti shvetimiz. Shvet chiqib qo'yganiga ketdi. Mashinaga savdo qilsa ish bitadi. Bozor narxlari. Bozor narxlari. baraka topganlar uchun tushadi. Bo'lsa beraman. Gapiring shu bo'ldi aka, 28 ming so'm beraman. Bor 500 ming so'm beraman, sotib oldingizmi aka? Opa nima deysiz? Yana 500 ming so'm. Vasim oldi. Beringlar endi mashina. Alloh barakasini bersin aka. Vaqtim bo'lib ketadi. Baraka topadi. Baraka qilaman, amal oldim. Ha bering aka 28,5. Shu molga Bo'g'oz bo'lsa ham, bo'lmasa ham o'ziga deyapti 28,5 million beryapti. Bo'g'oziga 32 million beryapti mana shu molimizga. Mashina. Bo'g'oz chiqadimi, chiqmaydimi olgan odamni o'ziga. Agar bo'g'ozga bittasi so'radi akalar 32 million so'radi, bermadi. Bo'g'oz chiqadimi, chiqmaydimi 28,5 million savdo bo'lyapti o'zi mana shu turish. Mana shu yerda turaversin aka, mana shu yerda turaversin. Shvetimizga. Yaxshi qizyapti bozorimiz. Video cho'zildi. Mana. Ozgina bersin. 50 ming, 100 ming qilsaman 5 marta qo'shadi. Beraman dedi. Bittada qo'shib qo'ydim. Bo'lsa beraman dedi. 500 ming qo'shib qo'ydim. Men gapirib qo'ydi. Haqiqatan go'dingiz martlik qilavering. 29 bo'ldimi hozir aka? 28,5 mi turibdi? 28,5 mi turibdi akalar. Chet elga sovg'at ketdi. Sabr qilinglar. Necha oy teyadi? Ish o'tyapti deb. O'ziga ana sotdi-yu mana bittani. Bo'lsa bering mana. Sizga qarab turibdi mo'ltillab beradiki, berdingizmi deb. Mancha deylarchi bitta narx aytib qo'ylar bo'lmasa. Bu odam 2 millionga sotildi, ham so'rib olasiz. 32 savdo bo'ldi. Endi 33 million qo'shinglar dedi. 33 million qo'shinglar deb gapiring. Bo'g'ozga hozir bo'g'ozmaslikka, bo'g'ozmaslikka 28,5 beryapti. Agar bo'g'ozlikka 32 beryapti. Chiqsa meniki deyapti olgan odam bo'g'oz bo'lsa deb. Bola foyda, mashinadan foyda. Shu mashinada bu chiqibdi, kirasi to'layapti. Borilsa kelamas. bering og'a. 5 million aka. 500 ming bittada yurib qo'ydim, boshqa qo'shmayman. Ona beringlar. 28. Shu yomon talash bo'lyapti shvetimiz akalar. Shvetimiz talash bo'lyapti.
aylab qolsin. Geleyin oradan çıkıp olayım. Hadi. Sotuldimi? Ha, bo'ldi. Qoldimi o'zingizga? Bozor narxlari. Shunga savdo bo'lyaptimi hozir aka? Aşağıdan minomet. Yo'q, men aytdim hozir. Savdo bo'lyapti hozir sotilgan sigirimizga. Kelar aka. Bozor narxlari. Burada gelme. Nechi pulga chiqdi? 36, 1 million qo'shilibdi. Akalar 35 ga sotilgan molimiz. Shvetimiz. Mana bo'g'oz qisirli. Qo'yish kerak. Oyoq bo'g'oz chiqib qolsa bu bormi? Ha, aka. 40 ga bo'ladi bu. Agar tug'ib bersa 50 bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan mana. Tekshirtiringlar bu. Narxi shunaqa ko'p qo'shiladi. Elif. 35 yarim bo'lyapti. 500 ming ustiga yuribdi. 35 ga oluvdi. Opa. Na, bo'ldi. Yarim. Xotiye aka. Ona xotiye. Bak. 29 gami? Kimga ketdi endi bu? 28 yarimga sotdi sheriga. 28 ga berishim bo'ldi, 28 ga berib. Ketaveramizmi? Ayam olib so'raman, ketdimni chekayim. Sotib ketdi mana, 28 yarimga sotildi.